Premiumni yoqtirganlar uchun Yakkasaroy tumanidan bitta zo'r shunaqangi xonadonimizni sotuvga qo'yamiz. O'rtoqlar, ko'p gapirib o'tirmayman. Xonadonni bitta ko'ringlar. Yotoqxonaga shundoq kirganinglarda ko'rasizlar qanaqangi chiroyli, ko'zga yoqimli holat. Umumiy sanuzeldan tashqari spalniyamizni o'zini sanuzeli. Xo'p, buni yonginasida esa yana bir bolalar yotoqxonasi. Uyimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Yakkasaroy tumani shundoqqina Vegas turar joy majmuasiga kelganmiz. Ko'pchilik biladi. Uyimiz 16 qavatli Novostroyka binoning 13-etajda joylashgan. Novostroyka bino 107 kvadrat metr maydon plus 13 kvadrat balkoniga ega. Oshxonamizning o'zini ham balkoni mavjud o'rtoqlar. O'rtoqlar, ko'rasizlarmi qanaqangi keng studiya formatdagi zal. Juda ham odamning ko'ziga yoqadigan. Uyga kirganimizda bu prixoshkamiz, o'ng qo'lda sanuzel, umumiy sanuzel. Ko'rayotganinglar. Uyimiz 4 xonadan iborat, Novostroyka bino, eng qiziq joyi narxi. Avtorskiy remont qilib qo'yilgan ushbu xonadonimizni 209 ming kelishadigan joyi deb bor deb belgilaymiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib batafsil ma'lumotini olsanglar bo'ladi.